Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun yana savol-javob rukni asosida yana bitta video chiqaramiz. Hop, biz Telegram kanalimizda bir demak test e'lon qilgan edik. Albatta video ostida shu Telegram kanalimizning linkini qoldiramiz. O'tib kanalimizga obuna bo'lsangiz, xuddi shunday testlarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Yangiliklarimizdan boxabar bo'lasiz. Bir qancha sarfaniga oid maqolalar, videolar yana shunday yangiliklarni qilib turamiz. Aytgancha videoning oxirida yana bitta yangiligimiz bor. Shuni ham Telegram kanalimizda berganmiz. Telegramda bir zo'r demak loyiha boshlaganmiz. Buni video oxirisida aytamiz. Bizdan uzoqlashmay turing. Xo'p, demak test. Quyidagi fe'lning ismi foili qanday bo'ladi? Soyida. Mana soyida mozi fe'li ajvaf, ayn barobari, yoli, demak harf illati bor bo'lgan fe'l. Demak, ikkita variant berilgan: soidun va soyidun. Ko'pchilik mana 74% insonlar soidunni tanlagan. Ba'zi odamlar soyidunni yo bilan tanlagan. Ya'ni bu fe'limizda e'lol qoidasi ro'y bermaydi, ishlamaydi. Demak, nimaga? Savol shu. Nega bunday bo'ldi? Nimaga soyida fe'lidan ismi fa'il yasalganda soidun emas, soyidun yasaldi? Hop, buning javobi mozi fe'lga borib taqaladi. Ya'ni soyida fe'li dedik. Soyida fe'lini o'zida ham e'lol qoidasi tark qilingan. Shu sababdan unga tobe bo'lgan ismi fa'ilda ham bunday demak e'lol qoidasi ishlamaydi. Savol nega? Nega soyida fe'lida e'lol qoidasi ishlamaydi va nima sabab bo'ldi va qanday o'zi e'lol qoidasi bor edi? Xo'p, demak soyida fe'limiz mana ustiga chizib qo'ydik, ya'ni e'lol qoidasi bo'lmaydi. Ya'ni soyida ayn barobar yo, harakatli, o'zidan oldin esa fatha. Xo'p, e'lol qoidasiga ko'ra, demak vav va yo harakatli oldi fathali bo'lsa, alifga qalb bo'lish kerak edi. Mana sodagi o'zgarish kerak edi. Bu qoida tark qilindi. Mana bu yerda mana ma'nosini keltirganmiz. Bu Al-Ma'ani degan dasturdan demak screenshot qilib demak tashlaganmiz. Va demak mana soyida, soyadan mana masdari soyadan, ya'ni bilamiz, masdarni mansub holatda tanvin bilan keltiriladi. Soyadan. Buni raf holatda keltirsa ham hech nima qilmaydi o'zi. Demak soyida kana, soro, ya'ni o'zgardi, bo'ldi degan ma'noda, aslida ham shu ma'noda bo'ladi. Lekin bu yerda e'lol qoidasi tark qilingan. Xo'p, nega? Chunki agarda bu yerda e'lol qoidasi yuz bermasa, soda bo'ladigan bo'lsa, boshqa bir fe'lga, mana soda kalimasiga boshqa bir fe'lga iltibos o'xshashlik vujudga kelib qoladi. Mana soda yasidu, sid amri, mana soda yasidu bu ham ayn barobari nimali yoli fe'l. Soda yasidu sid soydan. Mana buni ham masdari soydan, buniki soyadan edi, buniki soydan. Mana ikkalovini masdari ikki xil. Demak, buni ismi foili soidun bo'ladi mana. Ismi foil soidun, maf'uli masid bo'ladi. Tushunarli? Bu demak soda nima degani? Ovladi degan ma'noda. Mana sodat toyro nahvahu deyapti. Mana sodat toyro degani nimani? Qushni ovladi degani. Mana bu yerda boshqa ma'nolarni ham keltirilmagan. Mana sodan nasa bil ma'ruf deyapti. Yaxshi gap bilan odamlarni nima qildi? Ovladi, ya'ni qalbini ovladi, qalbini o'g'irladi yokida bizda ham aytadiku, qalbimni o'g'irladi deydi. Shu ma'noda ham demak qo'llanilish haqida gap ketgan. Demak bu ovlamoq degan fe'l, mana soyida bo'lsa o'zgarish, bo'lish degan ma'noda. Demak, bu soyida fe'limizda e'lol qoidasi tark qilinganning sababi o'xshashlik, boshqa bir fe'lga o'xshashlik bo'lib qolmasligi uchun. Xo'p, xuddi shunday xoyifa fe'li ham bor. Xoyifa xofaga o'xshab qolmasin degan maqsadda, demak, xoyifa fe'lida ham e'lol tark qilinadi. Buni mana bu yerda bizni sarf fani bo'yicha fe'llarga namunalar degan jadvalimiz bor. Bu xudo xolasa demak Hilol nashrdan chop qildik. Tez kunda sotuvga ham chiqadi. Mana ajvaf fe'llariga mana misol keltirganmiz. Mana ajvaf, vovli, yoli, mana soyida xofa berilgan. Mana xofada ayn barobarida e'lol bo'lgan, soyidada bo'lmagan, to'g'rimi? Demak, mana fa'ila vaznida. Xuddi shunday xoyifa fe'li ham xuddi shunday e'lol bo'lmaydi. Demak, bu fe'limizda ham shu sababdan e'lol sodir bo'lmagan. Va unga tobe o'laroq ismi fa'il, maf'ul va ana shunaqa fe'llarida, ismlarida ham nima e'lol qoidasi tark qilinadi. Mana bu yerda mana Qutrub degan bizning saytimiz bor. Ana shu saytda mana
fe'lni sarflanishini ko'rsatilgan. Bu yerda bir narsaga hozir biz e'tibor qilishimiz kerak. Arab olamida, boshqa bir qancha davlatlarda demak sarflanganda birinchi mutakallim zamirlar qo'shilgan fe'llar, keyin muxotab, keyin g'oyib siyg'alar keltiriladi. Shu sababdan bu yerda tartibi o'zgargan. Demak, bu yerda mana biz bilgan huwa, birlik ko'rinishi g'oyib. Mana soyida turibdi. Hiya bo'lsa soyidat, soyida, soyidata, soyidu, soyidna va keyin mana soyidtu, soyidna, keyin mana muzorisi asyadu. E'tibor bering, bu yerda ham o'zi e'lol qoidasi ro'y berib, asodu bo'lish kerak edi. Lekin e'lol qoidasi tark qilindi. Nimaga? Asos bo'lgan, asl bo'lgan mozida bu qoida tark qilingan. Shu sababdan undan keyingi tobe bo'lgan siyg'alardan muzori, amr barchasidan demak e'lol qoidasi tark qilindi. Mana asyadu bo'ldi. Mana majzum holati ham mana asyad, asyada mansubi, isyad mana amr, isyadanna. Mana bu yerda majhul siyg'alari suyiddu, suyiddu, usyadu. Demak, mozi fe'limizda e'lol qoidasi tark qilingani uchun unga tobe bo'lgan barcha siyg'alardan e'lol qoidasi tark qilinadi. Va bizning eng oxirgi e'lonimiz, demak sarf fanidan biz master klass kursini boshlayapmiz. Bu bizni nashrdan chiqargan sarf asoslari demak kitobimiz asosida bo'lib o'tadi. 10 ta darsdan, vebinardan iborat. Demak, video ostida linkida biz Telegramdagi kanalimizni, o'sha guruhini qoldiramiz. Kanalimizni ham, guruhimizni ham qoldiramiz. Darslarimiz bepul va o'sha sarf asoslari degan guruhimizda onlayn video chat deb ko'rinishida bo'lib o'tadi. Marhamat, siz ham qatnashing, bir qancha foydalar olasiz va eng asosiysi kitob oxirisida, demak dars kurs oxirida shu kitobdan biz qatnashuvchilarga ijozalar beramiz. Demak, siz ham bunday imkoniyatni o'tkazib yubormang va video yoqqan bo'lsa like bosing, tanishlaringizga jo'nating va bunday yaxshiliklarni demak odamlarga yoyilishiga sababchi bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh.